Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. O'zbekiston U23 terma jamoasi hamda Toshkentning Paxtakor klubi a'zosi Said Umarxon Said Nurullayev yozda Angliyaning Queens Park Rangers jamoasi yig'inida qatnashadi. Bu haqda Chempionat Aziya nashri xabar berdi. Hozircha uning transferi bilan bog'liq boshqa ma'lumotlar oshkor qilinmagan. KPR Angliya Championshipida ishtirok etmoqda. Jamoa 45 uchrashuvdan keyin 53 ochko to'plagan holda 15-pog'onani band etgan. Ma'lumot uchun 2005-yil 13-aprel kuni Andijon viloyatida tug'ilgan futbolchi Paxtakor tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Said Nurullayev fevral oyida Xitoyda bo'lib o'tgan U20 Osiyo Kubogida ham munosib ishtirok etib, 4 uchrashuvda o'z hisobiga bitta gol yozdirib qo'ygan. Transfer Market portali futbolchining narxini 50 ming yevroga baholagan. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Nasaf jamoasi darvozaboni Abduvohid Ne'matov yozda legionerga aylanadi. Ma'lum bo'lishicha, 24 yoshli posbon Eron chempionatiga ko'chib o'tadi. Eron Pro Ligasining amaldagi chempioni Persepolis hamyurtimizning yangi jamoasi bo'ladi. Uning qarshiliklar bilan amaldagi shartnomasi joriy mavsum oxiriga qadar mo'ljallangan. Ma'lumot uchun, Ne'matov Ajdarlar bilan 2 karra O'zbekiston Super Kubogi, 3 karra O'zbekiston Kubogi va 1 marta O'zbekiston Super Ligasi g'olibi hisoblanadi.